Assalomu alaykum. Bugun hammaga sizlar bilan men Isa musulmon bo'laman. Bugun Ferrari olgandim eventdan. O'shani tuning qilamiz. Ya'ni odam holatiga chiroyliroq yuz beramiz, ko'rinish beramiz demoqchi edim. No, vroде norm. O'zim uchun poygalarga olib qolaman shekilli bu mashinani. Bir minib ko'rgandim, bu mashinani olishimdan oldin stok holatida 400 yurgan. O'zim ko'rganman. Full 3 bo'lsa 500 yurishi mumkin. O'shaning uchun lekin barjurlardan yomon o'tyapti. Menimcha sotib olishaman, poyga uchun o'zim uyga olib qolishim ham mumkin. Faqat poygaga minib chiqqani olib qolishim ham mumkin. Sveta albatta o'zini Ferrari'ni o'zini rangi qizil bo'ladi. Zavodskiy shuni bilib olinglar. Qizilga bo'yaymiz. Bolalar e'tibor qilmaysizlar, tomog'imni olyapti. Короче, tonirovkasi qayoqqa ham olamiz? Tonirovka uramiz. Полный tonirovka. Va nitro o'rnatamiz. Nitro. Gidravlik. Подвеска shart bas. Настройка ширина. Xoniga bo'lib qoldi. 05 08 1 1.1 shuni aqlamiz. Ularni qilmaymiz. Yo'q, ularni ham kerak biz. Menimcha bo'ldi, endi maksimal skoroustini ko'ramiz. Bildiryapti tez sakrashini. Va yana stok holatida mana 402 ga chiqdi, o'zlaring ko'rdilaring. Mana stok. Endi albatta bunga auto nomer tanlagan bo'lardik. Yaxshiroq tushib qolsa. Katami. Bu ham bo'laveradi. Muhammad nomer bo'lsa bo'ldi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Hammangizga xayr, sog' bo'ling.